Ushbu loyiha Agrobank Romitan filiali hamkorligida Buxoro viloyati Romitan tumani G'azberon mefiyida 221-222 sonli konturlarda amalga oshirilmoqda. Bu yerda karam ekilgan, maydon hajmi 10 gektar. Uzunligi 400 metr, bo'yi 250 metr. Bu yerdagi ekilgan zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish jarayonida. Ekinlarni yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar beriladi.